Xitoy Tayvanning janubida harbiy manevr başladı. Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi Sharqiy harakat rayoni qo'mondonlik organining bayonotchisi Shiyi bayonotida Amerika va Tayvanning yaqinqi ig'vogarchiligi Xitoyning egilik huquqiga og'ir daxl taruz qildi dedi. Shiyana davlatning mustaqilligini qo'g'dash uchun zarur bo'lgan bu manevrda kurashchi aeroplan va urush paraxoti qatorliqlarning ishlatilganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price dushanba kuni o'z xalqining asosiy huquqini qo'g'daydigan terrorchilardan xoli, shundaqla o'z xalqining asosiy huquqi, jumladan ayollar va qizlarning asosiy huquqini qo'g'daydigan bir Afg'oniston hukumati biz bilan hamkorlasha oladigan hukumat bo'ladi dedi. Yana bir tarafdan Afg'onistonni kontrol qilgan Talibanlar tunji qatimliq muxbirlarni kutib olish yig'inida biz davlat ichi va sirtida dushman xohlamaymiz deb dedi. Bu tashkilotning bayonotchisi shariatga amal qilsalar ayollarning huquqiga hurmat qilinadiganligini aytdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev rasmiy ziyorati bo'lgan Koreyaga o'z davlatining tabiiy boyliqlarini bayqash jihatda hamkorlik o'rnatish taklifi berdi. Facebook terrorlik tashkiloti deb qaraydigan Talibanga tavay hisoblarni va Talibanni qo'llaydigan mazmunlarni cheklaganligini e'lon qildi. Egillanishicha, bu qaror Instagram va WhatsApp uchun kuchga ega ekan. Dunyoga taniqli pul muomala magnati George Soros 13-avgust Wall ko'chasi gezitida Xi Jinpingning mustabid hokimiyati Xitoy bir tahdid mavzuliq maqola e'lon qildi. Soros maqolasida Xi Jinping hokimiyatidagi ichki ziddiyatning kommunist hokimiyatining butkunligi va unumini zo'r darajada yo'qotganligini, bu xil ichki ziddiyatning Amerika bilan davomlashayotgan to'qinishlarda ko'p uchraydiganligini bayon qildi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu Talibanlarning Kabulga kirishi bilan tang amaliyotda davlatning hokimiyatini qo'lga olganligini aytdi va Talibanning bayonotlarini ijobiy deb qaraydiganligini bildirdi. Çavuşoğlu mundaq dedi: Biz Talibanlarning hozirgacha bergan uchurlarini ijobiy deb qaraymiz. Buni harakatda ko'rishimizni umid qilamiz. Biz Turkiya bo'lish sifatimiz bilan qarindosh Afg'onistonda iqtisodiy taraqqiyot, muqimlik, tinchlik va xotirjamlikni davomli qo'llaymiz. Turkiya Markaziy bankasi O'zbekiston Markaziy bankasi bilan ichki davlat o'rtasidagi Markaziy banka masalasida hamkorlikni taraqqiy qildirish uchun tushunish eslatmasi imzoladi.